Ovqatlarni qayerdan olding? Sotib oldim. Nima? Topib oldim. Sotib oldim deyman. O'qiyonchi, qaysi kafeda olding? Sotib oldim. Sherobod mantida. Sotib oldingmi? Sherobod mantidanmidi? Endi yesam bo'ladimi? Unda yoqimli ishtaha. Biz Sherobod mantiga tashrif buyurdik. Bitta asosan taomlardan manti, sazan baliq, cho'poncha va jiz taomlari bor ekan. Ovqatlarda birinchi bo'lib cho'ponchani mazasini ko'rdim. Go'shtlari yumshoqqina, yog'lari ham kamgina ekan. Keyin jizni yeb ko'rdim. Jizga alohida respekt, juda ham zo'r. Go'shtlari yumshoqqina pishgan. Sazan baliqqa keladigan bo'lsak, ingichka qovurilgan. Mazasi juda ham boshqacha. Adashi qiltanog'ini ham bemalol chaynab yevorsanglar bo'ladi. Mantiga keladigan bo'lsak, bekorki Sherobod manti deyilmas ekan. Mantiklari ichlari to'la go'sht, juda boshqacha, ta'mi juda boshqacha ozda qoladigan ekan. Atmosferaga keladigan bo'lsak, yaqin do'stlar bilan, ulfatlar bilan ja o'tiradigan joy ekan. Tashqarida joylari va podval va birinchi va ikkinchi darajada joylari bor. Manzilga keladigan bo'lsak, Chinozor tumani 20-kvartal Yoshlik domi ro'parasida joylashgan. Parlamentdan kevrishda o'rtada joylashgan.